Siz YouTube kanal ochmoqchisiz, lekin qanday nom berishni bilmayapsiz. Eng zo'r nomlar esa allaqachon egallab bo'lingan. Qancha izlasangiz ham nom topolmayapsizmi? Demak, bu videoda biz sizga yordam beramiz. Qanday nom qo'yishdan oldin birinchi YouTube qoidalari haqida gapirib o'tishimiz kerak. Sizning kanalingizning nomi har xil haqoratli so'zlardan iborat bo'lishi kerak emas va shuningdek har xil stikerlardan foydalanish ham taqiqlanadi. Buning uchun kanalingiz hattoki bloklanishi ham mumkin. Va shuni tavsiya beramanki, kanalingiz nomi haddan tashqari uzun ham bo'lib ketishi kerak emas. Sababi kanalingiz nomi qanchalik qiyin bo'lsa, uni qidirib topish ham shunchalik qiyin bo'ladi. Kanalning nomi iloji boricha qisqa, jarangli va esda qoladigan bo'lishi kerak. Va eng asosiysi, kanal nomi hech qachon takrorlanmasligi kerak. Agar siz qaysidir mashhur blogerning YouTube kanalining ismini takrorlamoqchi bo'lsangiz, sizning YouTube kanalingiz poprostu rekomendatsiyaga chiqmay qoladi. Hattoki sizning YouTube kanalingizni poiskdan izlagan taqdirda ham uni topish juda ham qiyin bo'ladi. Hattoki YouTube avtorlari sizning kanalingizga shikoyat qilish ham mumkin. Endi esa men sizlarga qanday qilib YouTubedan noodatiy va ajoyib nomlarni topishning to'g'ri usulini o'rgataman. Birinchi eng oson usuli bu ChatGPTdan foydalanish. ChatGPTga murojaat qilsangiz, u sizga hech qanday muammolarsiz o'zingizning xohishingizga qarab har qanday nomni topib bera oladi. Faqatgina uni to'g'ri izlay olish kerak xolos. Ikkinchi usul esa bu sizning ism-familiyangiz. Ikkinchi usul esa bu sizning ism-familiyangiz. Buning yaxshi tomoni shundaki, sizning ism-familiyangiz kabi insonlar juda ham kam. Shu sababli sizni YouTubedan izlash juda ham oson bo'ladi. Agar siz tanlagan nom .com yoki boshqa domenlar uchun ham bo'sh bo'lsa, bu katta plyus. Balki keyinchalik sayt ochishingizga to'g'ri keladi. Shuningdek, Instagram, TikTok va boshqa platformalarda ham shu nomni olishga harakat qiling. Oxirgi usul. Birinchisini tanlab qo'yish xatosi, ya'ni o'ylamasdan dastlabki g'oyani nom qilib qo'yish. Bu xato. Nom sizning brendingiz, uni tanaffusda yoki yo'lda yurib o'ylab bo'lmaydi. Kamida 10 ta variant yozing, do'stlaringizdan so'rang, Google da tekshirib chiqing, boshqalar ishlatyaptimi, oson yoziladimi, shularni tekshiring. Endi eslab qoling, murakkab emas, esda qolarli bo'lsin, modaga emas, ya'ni trendga emas, o'zingizga mos bo'lsin. Shunday nom tanlangki, odam bir eshitishda yoqtirib qolsin. Videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz shu daqiqalargacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska tugmasini bosib qoldiring va kommentariyada o'zingizning YouTube kanalingiz nomini yozib qoldiring. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.